dersini. Şunun için sizle başlayasız oldu. Hazır program kirip ketdi mi? Hazır programını başladık. Canlı yayınga ötep kettim hem de. İnşallah bir mesele çıkmay oladı inşallah. Bunu hem de bugün bu başkalarınınki bayrami münasebet bilen yani bula onu tebriklayotgan vaqtda biz Qur'onimizni o'qiylik degan maqsadda qildik emasmi? Shunday bo'lganlik uchun buni bugun ham sinoq nusxasida bir nim qilib baqsaq inshaalloh keyin Qur'on masalasi to'g'risida alohida to'xtalib inshaalloh rasmiy programma qilsak bo'ladi. Ovozimizmi chiqib o'tibdi, Alloh rozi bo'lsin. Qarindoshlarimizni 5-10 qarindoshimiz ziyorat qilishga boshladi inshaalloh. Qarindoshlarimiz boshqa tushunib qolmasin, bugun bizningki mahallada va balkim boshqa yerlarda mashta bo'lishi mumkin. Boshqa millatlar o'zining bayramini tabriklash uchun po'jang etib yoki bomba portlatib osmonda, bizningki biroz kayfimiz yerda emas. Shuna bo'lganlik uchun biz musulmon bo'lganligimiz uchun biraz Kur'an-ı Kerim bilen meşgul bolaylı deb qarindoshimiz Burhan bilen bu ekranni açtık. Hammalarning ko'rib turayotgandek. Davamlı qarindoshimizningki biz yüzünü jiq ko'rmagan, ama ovozini anglab turdik, güzel bulbul ovozini. İnşallah bugün o'zini ko'rib turib bir ovozini anglaylik dedik. Hozir 15-17 nafar qarindoshimiz bizni izlayapti. Bu kecha bo'lganlik uchun turgan qarindoshlarimiz aram oldi. Shuna bo'lsinmi? Biz bu programımızın bugün hem sınaq nusxada hem bu kechada bu po'jang ovozlarining ostida Qur'on ovozi anglansın deb qarindoshlarga bunu sunduk. Şuna Burhan qarindoshim o'zingiz bir Qur'on-ı Kerim bilan boshlab bersangiz inshaalloh. Keyingi zamonlarda biz Qur'on ziyofati, Qur'on darsi yoki bu qiroatga, tilovatga munosabatlik tecvidge münasebetlik sohbetlerimizden Allah kalsın keyinki zamanlarda ilip basak buludu. Bugün tuyuksuzla ekranını açtık. Yani maslahatni qilishmadik, faqatla bugün bu yangi yilni boshqalar qutlab o'tibdi. Biz Qur'oni Karimni qutlaylik, Qur'oni Karimning ovozini anglaylik deb açtık. Qarindoshlarimiz Allah razı bo'lsin deb yozibdi. Chiqyapti, yaxshi chiqyapti deb yozibdi. Hozir naq maydonda Facebookda ishkilarni 20 ga yaqin qarindoshimiz ziyorat qilyapti. Balkim Qur'onimiz boshlangandan keyin taqim ko'p qarindoshlar kelishi mumkin. U muhim emas, faqat vaqtimizni biroz qimmatga ega qildi deb qo'shganimizdir. Ular bo'lsa Qur'oni Karimdan bir qancha oyat tilovat qilsa, undan keyin yana maslahat bilan qarindoshlar bilan iymonlashimiz bu naq maydonda, ikromda. Mikrofon sildi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا صدق الله العظيم.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin. Qarindishimizning og'ziga sog'liq, Alloh ilmin taqimi ziyoda qilsin. Qur'oni Karimni taqimi güzel o'qishga Alloh taolo nasib qilsin. Bizni güzel ovoz bilan ham bahrlandirdi. İnşallah bu kechada boshqa millatlar o'zining bayramini tabriklayotdi. Biz Allohning Qur'oni Karimni tilovat qilish bilan qarindoshlarimiz bilan iymonlashyapmiz. Allah razı olsun. Qarindishimiz nəhayət güzel ovoz bilan bizni Allohning so'zininki tilovatida qalbimizni ruhlantirdi, qalbimizni xushnud etdi inshaalloh. Keyingi zamonlarda taqimi Alloh xolisa güzel ovoz bilan bizni bahrlantirdi. Ve zaman zaman Allah nasip qilsa bu Qur'oni Karim tilovat, qiroat, tecvid meseleler to'g'risida qarindishimiz bilan inshaalloh bundan keyin davomli hem suhbatda bo'lamiz va bizni bu minutlarda izlayotgan, yani bu programmaga ovoz qaytayotgan, bu programmani ham bahrlab taqim ko'p qarindoshlarga yetkazayotgan ostida nurg'un qarindoshlarimiz inkos yozibdi. Qur'on o'qiyotgan qarindishim, tilovat qilgan qarindishim Burhan bu inkoslarni hozircha ko'rolmaydi, chunki bugun tuyuqsiz chiqib qoldik, shunga inkoslarni ko'rish shansi hozircha yo'q. Faqat Alloh qolsa keyingi zamonlarda butun programmani o'zim ko'rib turarligidek odatda qilamiz inshaalloh. Nurg'un qarindoshlar inkos yozyapti, Alloh rozi bo'lsin debdi. Boshqa turk qarindoshlarmi xat yozibdi, bu og'zingizga sog'liq debdi, nəhayət huzurlanganligini aytibdi. Yani nurg'un qarindoshlarimiz ilmingizni ziyoda qilsin deb xat yozibdi inshaalloh. Qur'oni Karim va iza tuliyat alayhim ayatuhu ziyadatuhum imana deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda oyatni to'g'ri o'qigan bo'lsin. Ular Allohning oyatlari tilovat qilingan vaqtida ularning iymonlari ziyodalashidir degan, ularning qalblari huzur oladi, ularning badallari titraydi, yani boshqa vajilat qulubuhum. Ularningki yani Qur'oni Karimning tilovat orqali iymon bu yerda huzur oladi aslında. Ama nurg'un qarindoshlar bunga e'tibor bermaganligi tufayli bizning oramizdan güzel Qur'on o'qigan qarindoshlar bor, ammo buning nisbatan bu Qur'oni Karimni qanday o'qish, qanday tilovat qilish, qanday maqomlarga silish, tajvidda nimalarga diqqat qilish va yoki buningdan qanday huzurlanishni nurg'un qarindoshlarimiz bilmaydi, chunki biz bu Qur'oni Karimning tilovatini to'g'ri bir shaklda Uyg'ur xalqi ichidan chiqqan yoshlarimiz va yoki o'qigan talablarimizningki ichida to'g'ri bir shaklda maydonga ilib chiqolmadik. Uning uchun bunga qiziqishmi nurg'un qarindoshlar qiziqdi, ammo buningdan haqiqiy ravishda qalbi bilan huzur ola oladigan qarindoshlar intayin oz. Bugün benim ovozim intayin yaxshi emas, ammo shuna bo'lsa-mu bu programmani qilgan ekanmiz, cho'qim qarindoshlarga bu Qur'onning huzurini, rohatini tetitqizish uchun biroz o'qishga majburman. O'qishim kerak. Bu oylarda havo intayin nachar bo'lganligi uchun bu biroz ovozlarimizga zahmat oldu. Men bir qancha oyat o'qiy. Meningki noch mikrofonlarimni taqmadim bugun. Ama sizninkidek mikrofonum yo'q. İnşallah kelgusi zamonda bu mikrofonni men birini ilib, Alloh xolisa taqim güzel qarindoshlarga Qur'on o'qishga terishiman inshaalloh. Qur'onni ochdim va kelgan yerdan bir o'qib baqaykin bu kechida. Qanday chiqadi ekan? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. El-mulku yevme idin lillah. Yahkumu beynehum
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وأن ما يدعون من دونه هو الباطل
الله هو العلي الكبير. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani texmi güzel o'qib berishni o'yladim, ammo ilhom Ma'ruf ho'jamning ovozida sizlarga balki ma'lumlayotgan bo'lishi mumkin. Kayfiyat toz yaxshi emas. Qur'oni Karimni güzel o'qish uchun cho'qim kayfiyat intayin yaxshi bo'lishi kerak. To'g'ri bir yerda, to'g'ri bir ohangda, to'g'ri bir kayfiyatda o'qilgan vaqtida bu güzel chiqadi. Inshaalloh qalblar uning bilan taskin topadi. İman uning bilan ziyodlashadi. İslamimizning san'ati insonlar orasida zohir bo'ladi. Inshaalloh. Sizning bu to'g'risida bir fikrlari, tuzdigan yerlar bo'lsa o'tirib qo'ysizlar. Bugun qarindoshlarimizni bu tilovatlardan biroz bahramand xabardor qilaylik. Chunki tajvid jihatda balkim ba'zi xatoliklar bo'lishi mumkin. Buldum. Hem sizden bu karaatını anlap, maşallah şu Üstad Muhammed Sıdık Meşavi'deki bıraklara geldi. Bırak jihatte ve avaz jihatte oyunda çıktı. Ama lakin bu şu karaat diyen bu şu keyfiyat bilen müzessem keldi bu. Çünkü bu bakanlardan özü bir hissiyatını, ma'lum bir hissiyatını ifadelaydi mesela. Demek mi şu her bir hissiyatını öz joyidan chiqarish uchun bularni kayfiyat ketadi. Ham sinema o'qganini ko'rib, bundan mutlaqo ilhomim kelib qoldi. İlham kelyapti-da. Bu o'qigandan bir-birimizning o'qishi qarab turib ilhom keladigan gapkan buningda. Men asli boshqa bir turli qiroatni boshladim aslida, ammo oyog'i Muhammad Siddiq al-Mishavi'nikiga biroz taqlidiy tushib ketib qoldi. Çünkü bu kayfiyat bilan munosabatli bo'lganlik uchun. Hozir hamda birozdan keyin sizlar yana bir tilovat qilib bersizlar, undan keyin ikkalan bir oyat o'qib bir tilovat qilib boqaylik, qaysi shaklda chiqadi uni bilmayman. Ammo qarindoshlarimizni Qur'onning ovozini huzurlantiraylik. Ya'ni kayfiyat intayin muhim o'rinda turdi Qur'oni Karimda. Masalan, shunday go'zal chiroyli Qur'on o'qiydigan insonlar bo'ldi, ammo shunday odam boya kelgandakilar o'ziningki xususiyatini yo'qotib qoladi yoki bir hayajon bilan u nima yo'qolib ketib qoladi, u ohang, u maqom, u his, u tuyg'ular. Buning uchun bu kayfiyat intayin muhim. Ammo mening hozir qulqamning tuyida intayin po'jang bomba binasini aytyapti. Mening studium 3-qavatda. Shuning uchun meni kayfiyatim biroz yaxshi emas. Shunday bo'lsa-mu, sizga men ko'proq vaqtni bersam, bugun inshaalloh sizning ovozlardan ko'proq huzur olaylik. Balkim sizning ovozlarni anglab mening kayfiyatim ham yaxshi bo'lib qolishi mumkin inshaalloh. İnşallah. O'zlar xohlagan yerdan tilovat qilamiz. Burada ne olsa Müslüman olan Üstad Abdülbasit'inki Sürü Şemsini bana okuyerek. Bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها Allah. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gayet güzel tilavet kıbbele. İnşallah Allah teximi ilimlerini ziyade kılıp Kur'an'ı bundan keyin teximi güzel okuyduğun bizdeki qarilerimizden kılıversin inşallah. Ben nihayet huzurlandım şu tapta. İlhamım geldi ama biz bu kıraat doğrusunda, tilavet doğrusunda biraz sözler bolsa oturup koysla, bundan keyin arlap okuyla. Buldu. Endi bu qiraat ilmi bo'libmi biz Uyg'ur qarindoshlardan qiraatga bo'lgan ishonchimiz tuvananda ko'pinchilarimizdan yana nurg'un qarindoshlarimiz bor o'zi hafiz Qur'onni yaxshi ko'radi ammo Qur'onni shundoq bir go'zal Qur'onni güzel telaffuzda güzel ravishda o'qiydiganni bir albatta intilib boqmaydi.
Hamda bu men nurg'un qarindoshlarni uchratdim o'sha qira'atga qiziqadigan. Bu nurg'un ko'p qismlari o'sha ta'lim qira'atni biz bayon qildik. Ustoz Abdulbositning qira'atini bilsanga. Qira'atni bek yoqtirmaydiq. Chunki bu qira'at bek so'zib bek kuchab qildi ekan deb degan inkaslarni anlagan bo'ldim. Bu nima desa bu qira'atni yaxshi ko'rmaydim degan xato bo'lib qoldi. Bu qira'atni yaxshi ko'rmaganiga uning tushunganligida qira'atni. Ammo lekin ustoz Abdulbositniki mana sizlarmo 10 yillardan ustoz Abdulbositniki qira'atda bo'lib ta'til qira'atda izlanguchi. Bu ta'til qira'atni tushungan odam huzurni ilishni biladi. Tushunmagan odam shundoq Qur'onga haqorat ustida shunday qira'at yoqtirmaydim, yaxshi ko'rmaydim, odam o'qiydi ekan degandek shunday gaplarni deb soldim. Endi bu qira'atning o'zi ben tushunman bu qira'atning o'zi hissiyotni ifodalaydi. Nurg'un masalan sizlar yaxshi ko'rgan qira'atni masalan ba'zi qarindoshlar yaxshi ko'rmasligi mumkin, ba'zi qarindoshlar yaxshi ko'rganidan o'zida huzur ololmasligi mumkin. Bu nima desa qira'at ilmida 8 maqomat bor. 8 maqomat har birisi o'xshamagan hissiyot ifodalaydi. Mushu Şeyh Abdulbasitimiz Muhammed Sıdık Mişavlilar degan nima ishga biz shunchalik yuraklarimizda o'qsa shu yurak ta'limini chekkidak bo'ldi deganda ular Qur'onning ma'nosini shu maqomga sab turib masalan Qur'onda qissalik oyatlar bo'ladi, do'zax qilgan, bayon qilgan, jannat bayon qilgan, xushxabar bergan degandek shuna va hokazo oyatlar bo'ladi. Demak, shu har bir ma'nosini har bir maqomning ma'nosi bo'ldi. Masalan, men hozir maqomir ras o'qidim. Maqomir ras o'sha xo'shallikniki nimasini ifodalaydi? Xo'shallikni vakil qiladi. Demak, har bir maqomningki o'rni bo'ladi. Hamda bu nurg'un so'zlarni kesib o'taman. Masalan, shu qira'at maqomlarida masalan bu aslında bu qira'atningki Mavu Abdulbositninkini yaxshi ko'rmaydim, Muhammad Siddiq al-Mishavinikini yaxshi ko'rdim yoki Mahmud Halil Husariynikini yaxshi ko'rdim yo Sudays Shurayim degandek insonlar o'ziniki qira'at maqomini tanlaydi deganda. Ko'pincha bolalar tartil qira'atni yaxshi ko'radiganlar ko'p bo'ladi. Bu ig'ir qira'atni yaxshi ko'radiganlar ko'p bo'ldi. Bu ig'ir qira'atda masalan maqomda, ammo turklar maqom deb ifodalaydi ekan buni. Bu Allah sağlam bir muhabbet hem de kichikimizdan agar bununla şu bolalarni tarbiyalashda burungi darslarimizda shu tilovat to'g'risida darsda shu nurg'un qarindoshlar savol so'raydi. Bu Qur'oni Karimni qanday qilsak chiroyli, go'zal ovozda o'qil bo'ladi deb shu savol so'ragan zamonda shuna javob berganmiz. Masalan, men 4-5 yoshimdan tortib Qur'onni anglashga boshladim. Abdulbositniki Abdulbasit Abdusamet merhumninki Kur'an'ını anladım ben. Hatta hazırlıkça anlattım hesapta 35 yıldan bir anlavatım deyin. Kur'an tilavetini 35 yıldan bir anlavatım. Bu hem de kiçikimizden şu perzentimizin yoki o'zimizni kündügen bo'lsak, şu makam qiraatlarga bizningki fikrimiz, hissimiz, tuyg'umiz, mingimiz, qalbimiz shunga mos kelgan bo'lsa, shunga qarata inson o'zi yaxshi ko'rgan qiraatni tanlaydi. Uning uchun ba'zi qarindoshlar hamda balkim yaxshi ko'rmayman deb xato gapni qilibdi. Amaliyotda balkim farqli qarishi mumkin. Ammo bu Abdulbasit Abdusamet hamda dunyoga Alloh taoloning o'rgatgan bir inson hamda sahobalar deyamaymiz, tabiinmi deyamaymiz, ammo shu keyingi 1000 yilning ichida desakmi bo'ladi menimcha. Hamda undan burun Abdulbasit Abdusamet ustozimizdek bir ustozlar dunyoga kelgan bo'lishi mumkin, ammo biz anglamadik. Texnikalar bizga ularning ovozini yetishtirib bermadi. Ammo biz tug'ilgan zamonda mesela o kishi yaqin zamonda vafot bo'ldi 1993 ga yodimda qilishi 1993 bo'ldi. O zaman kadar bir hayat bir Qur'on o'zining ovozini butun dunyoga anglatdi. Abdulbasit Abdusametning hayotini va uningki o'qigan Qur'onini tadqiq qiladigan bo'lsak, bu Kur'an'ın lezzetini, bu Kur'an'ın dünyaviyliğini, bu Kur'an'ın insan maneviyeti, yürkünü ne kadar toluqlaydigan bir, mutmain kıldığan bir
mo'jiza Allohning vahiysi ekanligini shu vaqtda tushundik. Bu endi shu kichkimizdan, ya'ni so'zimiz kelsa kichkimizdan shundoq anglab ko'ngan bo'lsak, buningda menga shuni qabul qilib, shu hissiyot, shu qiroatni tanlashga insonni majbur qiladi. Abdulbasitning qiroatini yaxshi ko'rmaslik mencha u og'zidan chiqib qolgan gap o'xshaydi. Chunki u bir mo'jiza desakmi bo'ladi. Chunki Abdulbasitningki qiroatlari, masalan, hozir sizlar bir qiroatni o'qilar. Men Abdulbasitning qiroatlarini chuvib baqqan. Ya'ni bu oyatlarningki, masalan, Bismillahirrohmanirrohim. Mishadiki Bismillah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bu yerda 4 kelime bo'lsa, bu 4 kelimeden 4 xil ahangni yasaydigan, 4 xil go'zallik, 4 xil san'at, 4 xil his, 4 xil huzur chiqara oladigan bir kishi. Hatta Qur'oni Karimni yuzlarcha qitim o'qidi o kishi. U oyatlar kelimeden ma'no ya'ni huzur chiqaradigan, san'at chiqaradigan, uningdan nima chiqaradigan, bir ahang chiqaradigan kelimeden, o oyatdan emas. O bir suradan butun bir normalda bu biz orkestr deymiz. Shunami? Bir orkestrninki başdan tortib oyoqqacha ifodalab beradigan butun bir ahang bo'ladi. Bir surani Abdulbasit başlasa, shu başdan oyoqqacha cho'ng bir ahangni shu suraga mujassamlab berdi. Uni shunda parchalaslar shu ahangni bir suradagi ahangni bir oyatga mujassamlab berdi. Hatta bir oyatdagi ahangni bir kelimaga mujassamlab beradigan tilovatlar bor. Uning uchun inshaalloh bu hamda Allohning dunyoga bergan bir rahmati Abdulbasit. Undan keyin boshqa ustozlarmi nim qildi? Chiqdi aqaqi Muhammad Siddiq Minshavi, Musavi. Ustozlar intayin ko'p hamda bu Qur'on tilovati ilib borgan. Hayatını şuna bag'ishlagan, bir ömür Qur'on tilovati bilan shug'ullangan. Aslida men bu burunqi orzularimda men Qur'onga hayotimni bersam, Qur'on tilovat qilib o'tib ketsam, o'lib ketsam deb o'ylaydim, ammo Alloh unga nasib qilmadi. Chunki u Alloh nasib qilgan ish bu Qur'on Karimniki tilovati, buni o'qish. O bir inson men chiroyli Qur'on o'qiyman deb o'qiy olmaydi. U Alloh bergan bir ne'mat, Alloh bergan bir ilm. Onun için bazı insanlarını Allah Teala tanlab şu insanga Kur'an'ını güzel okuşunu berdi ve onun şunun layık eğer amel kılarsa onun savabını berdi. Yani hulası da kiçikimizden şunu anlap çoğun olsak, ballarımızın şunu anlap gündürsek, ondan kim bizde şu ustazlarınki kıraatine nispeten bir muhabbet, bir neme peyda buldu. Eğer onda bulmasa o 15-10 yaşlarda ya ki 20 yaşlarda Kur'an anlap kalkan olsa o insan onun nispeten muhabbeti şuna layık buldu. Emniyet Kur'an anlaş 0 yaştan tatip başlansı buldu. Mesela halkarada 3 yaşta, 4 yaşta, 5 yaşta hafız olduğun nadir insanlar bağımdı. Arablerde yamanca kuçkaydı. Bularım asasen şu balı tuğulgandan tatipla olar Kur'an'ını anlatırdı. Bizden bir Uygur kırındışımızdan balısımız şu 3 yaşta Qari bulaqlab, onu torlarda köydük o'tgan zamanda. Eğer yadını qilish 3 yaşta başlagan bo'ldi Qur'onni. Şunu şu to'lgandan tatib Qur'onni anglatgan balısıga. Şu şekilde bo'lsa bu insonning qiroatiga nisbatan uning sezimi kuchli bo'ladi. Buni suydi, yaxshi ko'rdi. Bu güzel bo'ldi. Eğer bo'lmasa bo'lmaydi endi. Masalan, shunda biz yaxshi deymiz. Bu qiraat, qiraat qaraganda bek yaxshi emas ekan degan qiraatlarni haqiqatan yaxshi ko'rdiganlarmi bo'ladi. U insonning o'ziniki burundan mingsin kun degan bir sezim edi. Xo'sh. Shuning uchun qarindoshlarga Abdulbasitning qiraatini, Muhammad Siddiq Minshavining qiraatini anglashini men tashabbus qilman. Chunki bu badanga, iymonga bir huzur beradigan bir islomningki ma'naviy oziqi. İnşallah bunu anlayabilgandan keyin insan bunu künüdü, bundan rahat ilişki başlaydı. Olar mı gamnak günlerde bunu anlasa çokum hoş buludu. Mesela hazır sizler okuyan kıraat bu kuşallıkını ifadelaydigan kıraat. Mesela bazı vakitlarda ben Kur'an okuyup etip veya anlayıp etip şunda külüp gitme, şunda hoşup gitme. Hatta qaqaqlab külüp ketken vakitlerim oldu. Çünkü şu kıraatninki ağını insanını küldüğüdek derecede şunda huzurluk hem de. Bir qarindishimiz yozibdi, Abdulbasitning qiraatini yaxshi ko'rman, lekin bunchalar ko'tarib o'tishni qo'llamayman deydi. Ya'ni nima deymiz? Endi u ko'tarib o'tib uni boshqacha ko'tarmadim, faqat
o adamni tushungan adam o adamninki qimmatini biladi. Masalan, men 35 yildan beri o adamning ovozini anglayotganligim uchun 35 yillik qimmatini bilaman. Ama siz 10 yıldan beri anglayotgan bo'lsangiz 10 yillik qimmatini bilasiz. 5 yildan beri anglayot 5 yillik qimmatini bildi. Belki bazı so'zlarni xato eshitib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi qiroatlar yig'latadi, xulosa kalam. Ba'zi qiroatlar kuldiradi, ba'zi qiroatlar osmonda uchiradi, ba'zi qiroatlar dengizda uzdiradi, ba'zi qiroatlar shunda bog'chilarda aylantiradi. Ba'zi qiroatlar hatto do'zaxda kuydiradi insonni. Ya'ni hakikaten Allah'ınki bular do'zaxninki ayetleri do'zaxni ifodalaydigan shuning ma'nolari bo'lgan oyatlar o'qilgan vaqtidagi ba'zi qorilarimizning masalan Şeyh Sa'dil G'amidiyninki shu ba'zi qiroatlar bor. Ham tartil o'qiydi. Do'zaxning oyatlarini o'qigan o'zim yig'lab ketdi. Odam rasman qo'rqaydi o tilovatni anglayotgan vaqtida, yurak titraydi. Bu endi bizning tilovat va qiroatga bo'lgan tushunchimizning qanchalik do'ng va chunqurligidagi masala qarindoshlar. Buning uchun Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Sizlar yana bir qancha oyat o'qib beramlar. Bu o'zini hech kimni tahlil qilmagan hadam qiroat ashundan azroq o'qiymi sen? Bo'ldi o'zlarining ijod qilgan qiroatlari o'qib qolsa, o'qib bersa ham yaxshi inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا صدق الله العظيم الفاتحة. Allah razı olsun. Bu sizinki özleri icad qilgan tilovat o'xshaydi shuni qilganda. Allah razı olsun. Men bu nurg'un qiroatlarni ijod qilib baqdim, ammo keyingi zamonda bir boshdan unutib turdik.
bir başına ijod qilib bir başına unutib degandek ashunday bo'ladi ekan. Shu qiroatni Alloh xolisa saqlab qo'ysa o'qib bu saqlanib qoladi. Agar saqlab qo'ymasa yutib ketadi. Chunki shu dastlab vaqtida ijod qilgan qiroatlar nihoyat muhim. Men bu ba'zi qiroatlarni ijod qildim, ammo buningga keyingi zamonlarda buningga e'tibor bermay qoldik. Bo'ladi bizimki xalqaro Qur'on tilovat qiladigan, Misrda o'qigan, Saudiyada o'qigan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Bularga nisbatan qo'llash nihoyat kamchilik bo'lganligi uchun dal vaqtida shunday ijod qilgan qiroatlarni dunyo xalqi bilan yuz ko'rishtirolmaydi. Bizning xalqimizdagi o'ttirga chiqqan talantni qadrlamaydigan yoki unga dasmiy solmaydigan, uni qo'llamaydigan bir odat bo'lganligi uchun besilib oxirida yo'qolib ketamiz. Xo'sh, buning o'xshagan bir qiroatni men Abdurahmon Rafayninki qiroatini ancha-muncha o'qiyman. Normalda men masjidda namoz o'qib qolsak, masalan, ba'zi imom bo'ladigan ishlar bo'ladi, shu vaqtda bir qiroatni o'qiyman. Uni ammo inshaalloh men Ramazonda tarovih o'qimoqchi. Buni men biraz mashq qilishim kerak, ammo men shuni biraz yaxshi ko'rdim. Bir 10-20 yildan oldida shu Madinaning bir imom bo'lganti, shu kishi undan keyin yo'qolib ketib qoldi. Bu kishining qiroatini yaxshi ko'rgandim, ammo undan keyin u kishining qiroatini izlab topolmadim. Men sura Fatihani o'qib beray undan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bu adamni biraz jig'iltadigan qiroat. Hozir sizning o'qigan qiroatlarimi biraz adamni jig'iltadi ekan, ya'ni. Biraz davom qilsizlar, endi ko'zimizning yosh oqib turdi, ammo to'xtab qoldilar. O'zining o'qigan qiroatlari qaysi ismi dedilar? Abdurahmon Rafay. Uning ismini qolgan bo'lsa Abdurahmon Rafay. Maqamı Rasul o'qiydi ekan, hozir qarim bosh ishini maqamı Rasul o'qiydi ekan, ashki ehtinos sirotildi. Maqamı bayat o'tib ketdi. Maqamni qilgan naytli isil o'qiydi ekan. Bu qiroatni men mushuni biraz pishiqdab o'qib berishni yaxshi ko'raman. Ammo burun o'zim ijod qilgan qiroatlar bor, ammo hozir yodimda yo'q. Inshaalloh keyingi programmada yodimizga kelsa uni o'qib beramiz. Masalan, bizning Qashqarninki Muhammad Solih Qarajimning qiroatlari yodimda bor masalan. Uni biraz mashq qilish lozim. Burun jiq o'qiydik, keyin biraz inson desteklanmagandan keyin, insonning yo'li ochilmagandan keyin nurg'un narsalar tashlanib qoldi ekan. Qur'on o'qish tashlanmasimi, ammo ijod qilingan qiroatlar va u inson o'zi yaxshi ko'rgan tilovatlar barbara tashlanib boshqa maqomga o'tib ketib qoldi ekan. Masalan, shu Abdul Basitning qiroatini o'qiydim men burunda, ammo keyingi zamonlarda shu oldim o'qigan qarining hammasini o'qib, shuning bilan qiroatlar abjash bo'lib, bir-biriga aralashib, samon bilan bug'doy aralashib degandek bu deymiz universal bir qiroatga aylanib qoldi. Masalan, hozir biz bir masjidda tilovat qilib qolsak, Qur'on tilovat qilib qolsak, shu vaqtdagi hissiyotga qaysi ahang kelsa, shu ahang bilan o'qiydigan holatga keldik. Ammo muqim bir qiroatni tutib, yo o'zimiz ijod qilgan bir muqim bir ahangda o'qiy olsak, u nihoyat yaxshi bo'ldi ekan. Bo'lmasa davomli qiroatningki ahangi o'zgarib ketib qoldi ekan. İkelen biraz bir ayetdan bir tilovat qilib boqayli. Qanday bo'ladi? Ammo yuqori ovozga bek chiqetmaslar, chunki mening ovozim yetmaydi, moslashib bermay qilishim mumkin. Bo'ldi. Mening ovozim biraz yaxshi emas. Yo'tal va. Undan keyin
ma programmani taqayli chunki vaqt bir yak berib qoldi. İnşallah keyingi zamonda yana programma qilamiz. Sizlar İnşallah. qaysi surani o'qiylar? Qani sizlar qaysi surani boshlasizlar? Men shuni o'qay. Hofizg'u sizlar? Qari. Ha. İnşallah. Allah razı olsun. Ben tamam qilib bo'lolmadim. Unda asaroq shu Baqaradan o'qiylik. Buyurun. Sizlar boshlab boqsinlarmidiki? Qani boshlasizlar sizlar boshlasizlar qaysi maqomni qo'ylar shundan qarta qilaman. Boshqa maqomni boshlab qolsam masaladan shu qolsin. Men maslahat beralayman inshaalloh. Maslahat berishga ko'zim yetadi. Sizlar boshlasizlar. Undan a'uzuni menda bismillah silamiz. Maqom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا
نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. الفاتحة. Allah razı olsun. Azalsın evladım. Sizning mikrofonlarning ovozim yomon chiroyli ekan, o'zlarining ovozim yomon chiroyli ekan. Men shu bir oyga yaqin bo'lib qoldi, shu yo'taldan qutulolmay degandek. İnşallah bundan keyin ovozimizni texmi go'zallashtirib, mikrofonning yaxshisini qimmatrakini ilib, inshaalloh qarindoshlarimiz texmi go'zal tilovat qilib beramiz Alloh xolisa. Nayet nurg'un qarindoshlarimiz bizni izladi, bizni angladi, Qur'on tilovatini anglagan bo'ldi inshaalloh. Boshqalar o'zininki bayramini qutlayotgan bu zamonda biz o'zimizning Qur'oni bilan mashg'ul bo'ldik inshaalloh. Bu kecha bu minutlarda Allah bizniki o'qigan Qur'onimizniki savobini butun qarindoshlarga hadiya qilamiz inshaalloh. Bugun bu programma qatnagan qarindoshlarni inshaalloh kelgusi zamonda yana tilovat, qiroat, tajvid to'g'risida qarindoshlarga programma qilishimiz mumkin inshaalloh, Alloh nasib qilsa. Boshqa qarindoshlarga deydigan so'zlar bo'lsa, oxirgi so'zlarini olay, undan keyin programmani oyoqlashtiraylik. Bu qitimliq so'zimiz iymonlashishimiz mishagicha bo'lsin.
Başka sözler var mı? Bo'ldi, inshaalloh endi bir kunga Bo'ladi. programmada inshaalloh. Bo'ladi. Hammanlarga Allohga emanet. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin aziz do'stlar, qarindoshlar. Allah bizningki bugun o'qigan Qur'oni Karimning savobini bütün bu Qur'onni anglagan qarindoshlarımızga va uni o qarindoshlarimizning urug' tuqqanlariga bag'ishlaymiz, hadiya qilamiz. Ve bu ibadetimizni, bu kech qilgan ibadetimizni Allohninki qabul qilishini so'raymiz. Ve bu videoni bizningki programmalarimizni paylaşıp hem bahrilab qilgan bütün qarindoshlar